Qo'rqmaslik bizning millatimizning ruhiga singib ketgan, an'anaga aylanib ketgan go'zal bir axloq. Amaliyotda qo'rqmaslik islom ruhi bilan yo'g'rilgan vaqtida inson hayotida kambos bo'lmaydigan, insonning hayotini nurg'un xatarlardan saqlab, güzel kelgusiga boshlab boradigan ajoyib bir islom axloqining birisi. Biz payg'ambar alayhissalomning sunnati, sahobalarning hayoti asosida bu haqda bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Payg'ambar alayhissalatu vasallam kishilarning ichidagi eng qo'rqmas, eng botur, eng jur'atligi edi. Kishilarning eng sixiy, qo'li kangri edi. Urush eng qizib ketgan vaqtida sahobalar urushda Rasululloh bilan saqlanatdi. Mana bu güzel axloqlar, bu sifatlar sahobalar amaliy Rasululloh bilan birga yashagan hayotidan bizga, Rasululloh bilan birga yashagan hayotidan bizga hikoya qilib bergan, so'zlab bergan islom axloqlarining birisi. Bu haqda so'zimizni boshlashdan ilgari shuni deb qo'yish to'g'ri keladi. Amaliyotda inson ko'p hollarda o'zining boturlik, qo'rqmas jur'atini o'zi ishongan prinsip, qimmat qarashdan oladi. Biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan insonning ajali cheklik bir ajal, belgilangan, oldin belgilangan ajal bir sekund uzun va qisqa olmaydi degan bu ideya, bu fikr, bu qimmat qarash bizga singan vaqtida, biz shu qimmat qarashga ishongan vaqtimizda bu qimmat qarash bizga bir xil boturlik, qo'rqmaslik beradi. Chunki inson ajli kelmasda o'lmaydi. Sening ko'rsatgan u boturliging seni baldur o'ltamaydi. Yoki sen o'limdan qo'rqqan u qo'rqinchoqliging sening ajlingni uzatmaydi. Yani insan o'zining hayotining muqim belgilanganligiga ishongan vaqtida inson qo'rqmas, bahodurlidir. Bu bir nokta. İkinci nokta, mushu qahramonlik insondagi cho'qim haqni qanday qilish uchun, ta'sis qilish uchun, adolatni ta'sis qilish uchun, zulmga qarshi turish uchun bo'lish kerak. Ahmad Hanbal'ninki öz davridagi ba'zi fikr ideyalarda qo'rqmas, botur o'rinda turib qolishi nima desa, atrofidagi Ahmad Hanbalga qarab ko'z tikib turgan mushu odam mushu qiyin mavqalarda fitna savollarida ustiga kelgan mushu musibatlarda qanday chiqadi deb qarab ko'z tikib turgan bir holatda kishilarni xatolikdan saqlab qolish uchun botur bo'lib ketdi. Bu nima desa, o'zining vujudidagi qimmat qarashning turtkisida kelayotgan azoblarni yengilgudek bir xil holatning paydo bo'lishi. İnsan haqiqatni bu orqali ta'sis qiladi, dinni qo'llaydi, o'zining boturona mavqalari bilan, qo'rqmas gap so'zlari bilan qimmat qarashlarini qo'g'laydi. Bizning hayotimiz qachon yuraklilikdan xoli qolsa, boturlikdan, shijoatdan xoli qolgan kunisi qimmat qarashlarimizdan xoli qoladi, qimmat qarashlarimizdan ajrab ketamiz, manfaatdan qo'rqadigan bo'lib qolamiz. Bu qaloq bir jamiyatning sifati amaliyotda. Haqiqiy taraqqiy qilgan jamiyat har kishi o'z jamiyatining qimmat qarashini qo'g'dash uchun o'limga hozir bir boturlik, shujoat ostida andan keyin borliqqa keladi.